Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ma topqa bir qarindishimiz Nurgul Savodniki so'zini qo'yibdi. Tövende ma Nurgul Savodning suratlarini qo'yib qo'ygan ahvollar bor ekan. Mana bu Nurgul Savod 22-yili, ya'ni 9 yillikda noyabrda 11-oyda Tayvan Demokratiya fondiga berib, Tayvandan yo'l yo'riq ilib, ashi fondidan madad ilib, kelib, shu diasporadagi Uyg'urlarga atalmış xalq saylimi qilib, hukumat qurib beramiz deb harakatga o'tgan. Hozir bular 5 odam tayinlab demişlar. Gepidan chiqib turdi. Nurg'un odamlar jim turib taqa buningga ovoz qo'shmaganligi. Endi 5 odam tayinlabdi. Endi bu tayinlagan 5 odamning 3 odami Amerikadagi. Birinchisi Shuhrat Saidahmad deydi. Shuhrat Saidahmad degan kim o desanglar, heliqi Dunyo bankasida ishlaydigan ayoli va Shuhrat Saidahmad shu. Dunyo bankasida hozir ishlamaydi, o'z zamonida ishlagan u ayol. İşlеген çağda Xitayga bizningki, yani bizningki Sharq Turkistonning atalmış Şinjanning nomida Xitayga pul tasdiqlab berib, Bingtanga ishlatgan shu pulni Xalqaro bankidan ishlatgan, Dunyo bankasidan bergan pulni Bingtanga ishlatgan bir gap bo'lgan shu chaqda. Endi bu Shuhrat Saidahmad o'zini xalqlar necha zaman nozimish Amerikada Xitoyga ishlaydi deb yurgan. O'zimi shu anchantin men chaqadi aqlli ko'p qildi deb yuribgan vatanga borganmiki bu. Ashda gaplar bor. Ishqilib tekshi odamlar emas. Bizning xalqimizga bulardan manfaat tegmaydi. O Hamis Sıddık deganga kelsak, Hamis Sıddık degan shu Yaponiyada Sharq Turkiston surgun hukumatining bir ishxonasi bo'ptiki. Yapon millatchilari biz yordam qilaylik, o'sha ishxonada birini olsanglar debdiki o'z vaqtida. Shuning bilan Yaponiyaga bir ishxona ichibdiki. Sharq Turkiston surgun hukumati. Shu ishxona ichilgandan keyin uzunga bormay shu ishxonaning udiliga bir ishxona ichilibdi. O ishxonaning boshlig'i birsikan muavini Hamis Sidiq. Bu Hamis Sidiq ashada ishlabdi. U nima ishxona ekan? Endi bu surgunda hukumatning udiliga akilib Xitoyning qurib bergan nima ishxonasi kelsa, Yaponiyadagilar Xinjiang Bansu deydi-ki. Atalmış başka bir nam bilen eşyada şu sürgün hükümetini güzet kıldıgan, eşyadan uçuru egallaydigan, tıntançılık kıladigan yerde muavin başkulap işletken Hamis Sıdık. Kim Amerika'ya gelip xalq hareket kılımız, onu kılımız, bunu kılımız dep bir şeyde ya teşkilatlar bilen bir emas, ya cemiyet bilen bir emas ayrım. Aşı üye bir yerde kalkına toplap bizimle kılıp jüriydi bu. Buna tepipti bağla. Nak sepi özdün muşlağa çüdüğün adamlı. Endi avu ablikim de birisi var ki yana Amerika'dan. Onu mu mış Amerika'dakiler bu kilişten burun Xitaylar terbiyelep çıkargan anca cırın neme emez deydi bu Amerika'da xalqlar onu. Onun üstüge bu üçülisini oy profesör, doktor de çıkarıp koyaptı. Onda emas. O profesör, doktor bulavermaydi hem adam. O hemesizlik o olmadı bir dükkan var. Dükkanda işleydi ekan. O qanday profesör, doktor oldu. Yana birisi tamchilik qiladi. U qanday profesör, doktor oldu. Yana birisi bir yerda ishlaydi.
u professor doktor emas. Yolg'on xalqni aldaydiganға aşı qalpaqlarni, şiləplərini tikib tayyor qilib, ularga kiygizib, o'tirg'a chiqirib tashla qilib. Demak, Nurgul Sauddan farqi yo'q adamlar. Qag'idni asosda bilisizlar, qarindoshlar. Endi Po'latdek paket mana Nurgul Saudlarning Tayvanga berib kelib, mush harakatni qo'zg'agan ishida mana mar suratini men turibdi mana. Mushu Po'latdek paket. Boshdan agasak, mushu Xitoylar nanki siz bergan yo'lida mangan bo'lamiz. Boshqa gap yo'q.